Assalomu alaykum. Men Navruz Turdiyevman. 15 yillik tajribaga ega buxgalterman. Hozirgacha 100 dan ortiq kompaniyalarni turli xil faoliyatlaridagi buxgalteriya hujjatlarini yurg'izib keldim. Ulardagi soliq imtiyozlari, soliqlarni optimallashtirish, buxgalteriya hisobini to'g'ri yuritish va ularning moliyaviy tahlillarini ham o'zim olib borganman. Bugungi mavzuimiz faqatgina praktikada shu paytgacha bo'lgan va hozirgi kunda yangi hamkorlarning berayotgan savollari bo'yicha, yangi o'zimizni birga ishlaydigan hamkasblarning savollari bo'yicha olib boramiz. Demak, buxgalteriya o'zi nima, soliq nima, soliqlarni kim to'laydi, shu haqida gaplashamiz. Bizda buxgalteriya hisobini to'g'ri yuritmaslik soliq oqibatlarini olib keladi va soliqlarni ko'p to'lashlik albatta tadbirkorlardagi muammolarni, ya'ni xarajatlarning ko'payib ketishini, daromadlarning kamayib, zararga kirib, hattoki bankrot bo'lishiga ham olib keladi. Demak, soliqni o'zi nimaligini bilmagan tadbirkorlar, ya'ni bizda bo'lgan shunaqa so'rashadi, nimaga soliq to'lashim kerak? Davlatdan pul olmasam, kredit olmasam, men o'zim kistamdan pul to'lab, o'zim ishlayapman-da, daromad qilyapman. Endi nimaga soliq to'layman deganlar ham bo'lgan. Xo'p, eslatib o'tishimiz kerak, soliq bu qonun bilan, kodeks bilan belgilangan beg'araz majburiy to'lov. Demak, siz buni to'lashga majbursiz. Bu bo'yicha qator normativ huquqiy hujjatlar bor. Aynan soliq bo'yicha soliq kodeksi mavjud. Bu kodeksda belgilangan tartibda hamma o'zini soliqlarini daromadlaridan kelib chiqib yoki faoliyatidan kelib chiqib to'laydi. Lekin bu yerda imtiyozlardan ham to'g'ri foydalanish kerak bo'ladi. Demak, hamma korxonada faoliyatidan, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar 3 ta siyosat tasdiqlangan bo'lishi shart. Hisob siyosati, soliq siyosati va narx siyosatlari. Buni kim qiladi? Buni albatta korxonaning direktori, buxgalteri bilan birgalikda qiladi. Korxona direktori buxgalteriyani o'zi yuritishi yoki yollanma buxgalter olishi yoki outsource kompaniyalari bilan shartnoma asosida ishlashi mumkin. Bu narsa buxgalteriya hisobi to'g'risida qonunda ko'rsatilgan. Demak, yuqoridagi siyosatlarni hammasini tasdiqlab qo'yishi tekshiruvlarda o'zini himoya qiladigan hujjat hisoblanadi. Buxgalteriya hisobini yuritishda bizda asosan birinchi aytishimiz kerak bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar bor. Bular buxgalteriya hisobi milliy standartlari va buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun hamda soliq kodeksi bo'ladi. Bu yuqoridagi aytganlarimizni o'rgangandan keyin esa doimiy malaka oshirib borish kerak bo'ladi buxgalteringiz. Ya'ni ular o'sha har oy chiqadigan, har kuni chiqadigan qonunlarni, yangiliklarni o'rganib borishi shart bo'ladi. Biz ham hozirgi kungacha malakamizni oshirib kelyapmiz va sizlarga ham shu narsani tavsiya etamiz. Demak, normativ huquqiy hujjatlarni to'g'ri bilish, kerakli shablonlarni, shakllarni to'g'ri to'ldirish keladigan soliq tekshiruvlariga yoki bo'lmasa o'sha ta'sischi mulkdorlarga to'g'ri hisobotlarni berishga olib keladi. Agar siz shularni to'g'ri qilmaganingizda oqibati nima bo'lishi, katta jarimalarni kelib chiqishini bilib, undan keyin amalga oshiraman degan paytingizda o'sha kech bo'ladi. Lekin siz o'sha paytida bir emas 10 ta buxgalterning oyligini birdaniga to'lashga ham tayyor bo'lasiz, lekin u paytida ancha kech bo'ladi. Shuning uchun hamma narsani vaqtida oldindan rejalashtirib qilishingiz kerak bo'ladi. Bularni hammasini olish uchun bizga pastdagi havolaga ma'lumotlarni qoldirsangiz, o'zim aloqaga chiqaman va sizga tayyor shablonlarni va konsultatsiyani beramiz. Konsultatsiyamiz 10-aprelgacha bepul qilib belgilangan. Ulgurib qolishingiz mumkin bo'ladi. Soliq tekshiruvi kelganda nima jazo qo'llaniladi, nima choralar va kimga qo'llanadi? Bu narsani ham bilib olishimiz kerak. Agar soliqlardagi kamchiliklar, tafovutlarni, jazolarni, katta jarimalarni direktorga qo'llanishini ko'pchilik bilmasligi mumkin. Ya'ni buxgalterga oylik berdim, buxgalter o'zi hal qiladi. Bu muammo meniki emas deb o'ylashingiz mumkin. Bu juda ham xato. Har qanaqa tekshiruvning natijasi va unga qo'llaniladigan jazolar aynan direktorga yetib boradi. Va bu narsa albatta mulkdorni ham hozirgi kunda tortishiga, mulkdor ham qanchadir miqdorda jazolarga duchor bo'lib qolyapti. Bu narsa albatta o'sha ustav kapitalda belgilangan ustav miqdoriga nisbatan olinadi. O'sha uchun bu taraflarni ham o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Buxgalteriya uchetini to'g'ri yuritilganda va hamma ishingizni beliga, ya'ni oqqa o'tkazganingizda siz soliqlarni optimallashtirishingiz mumkin bo'ladi. Optimallashtirish deganda faqatgina imtiyozlardan foydalanish emasda, bu xarajatlarni to'g'ri ko'rsatish, ya'ni aynan qilingan xarajatlarning cho'ntakdagini ham hisob raqamdan ko'rsatish va investitsion chegirmalardan foydalanish va yana o'sha imtiyozlardan ham foydalanish nazarda tutiladi. Hozirgi kunda 900 dan ortiq
aynan imtiyozlar belgilangan. Bu sizni faoliyatingizga ham tushishi mumkin bo'ladi. O'sha uchun imtiyozlarni to'g'ri qo'llash sizni foydangizni bir necha barobarga oshirishi va o'sha konkurentlaringizdan oldinga chiqib ketishingizga olib keladi. Soliqlarni optimallashtirish o'zi korxona ochishdan, ya'ni ro'yxatdan o'tkazishdan oldin boshlanadi. Ya'ni qanaqa mulkchilik shaklini tanlash, qaysi soliq turini tanlash va ularni keyin o'zgartirish. Bu narsa hammasi soliq optimallashtirishga kerakli bo'ladigan, ya'ni boshlang'ich nuqta hisoblanadi. Endi siz kontragent bilan tuzayotgan shartnomangizda ham shartnomani to'g'ri tuzilishi bu ham soliqlarni optimallashtirishga olib keladi. Agar siz shartnomadagi o'sha qaysidir jumlalarni qoldirib ketsangiz ham siz boshqa soliq turiga, ya'ni ortiqcha soliq to'lashlarga ham kelishingiz mumkin. Shu tarafiga ham e'tibor berishingiz kerak. Va shu uchun siz malakali buxgalter bilan ishlashingiz yoki malakali yuristlar bilan, aynan soliqni zo'r tushunadigan, soliq bo'yicha tajribasi bor xodimlar bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Siz bilan bir xil faoliyatda bir xil оборот qilib turgan konkurentingiz ham sizdan ko'proq foyda qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu narsani qayerdan bilasiz? Siz uni ichiga kirib emas, aynan uni natijalari sizga buni ko'rsatib qo'yadi. Endi siz ham undan ko'proq foyda qilishingiz mumkin, ya'ni soliqlarni optimallashtirib, imtiyozlardan foydalanib, konkurentlardan oldinga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kundagi tekshirishlar oldin bo'lmagan, juda ko'pchilikni charchatyapti. Tan olishimiz kerak, 24-yilda bo'lgan tekshirishlar avval bo'lmagan. Lekin mana bu 25-yilda hozir mart oyining o'zida yana yangiliklar bo'ldi. Demak, nazorat yana kuchaytirildi. Hozir adashmasam 506 ta mezon bo'yicha sizni faoliyatingizni, sizni ma'lumotlaringiz bazada mavjud. Soliqchilar osmondan olib tekshirmaydi. Mana shu bazadagi, mana shu mezonlar bo'yicha sizni faoliyatingizni tekshiradi. U yerdagi kamchilik, xatolar bo'ladigan bo'lsa, avtokameral xabarnomalar keladi va sizda tekshiruvlar boshlanishi mumkin. O'sha uchun ham uchetni to'g'ri yuriting, hisobotingizni to'g'ri topshiring. Hisobotlar vaqtida bo'lishi, aniq bo'lishi va asoslangan bo'lishi shart. Siz buxgalteriya uchetingizni Excel'da yuritishingiz mumkin, Adines, Adinus dasturlarda yuritishingiz mumkin. Lekin qayerda yuritsangiz ham, xohlasangiz kitobda yozma yuriting, lekin xato bo'lmasin. Asoslangan, vaqtida va ishonchli bo'lishi shart. Endi buxgalteriyani aynan bir faoliyat bo'yicha chuqurroq kirib ko'radigan bo'lsak, demak, qurilishni olamiz. Agar siz жилой kompleks qurayotgan bo'lsangiz, siz birinchi korxonani ochishdan oldin mulkchilik shaklini va uni soliq turlarini buxgalter bilan yoki yurist yoki shu kuchli mutaxassis bilan maslahat qilib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerda ham optimallashtirish bor. Ya'ni siz foydani 2 barobar kamaytirishingiz mumkin bo'ladi. Bu soliq kodeksidan olingan. Demak, korxonani ro'yxatdan o'tkazdingiz. Endi siz qurilish bo'yicha o'sha hujjat, ya'ni birinchi o'rinda loyiha smeta hujjatini tayyorlattirasiz. O'sha joyda o'zi ko'rsatilishi kerakki, qurilish muddati 2 yil bo'lishi. Bo'ldi, bu 2 yil bo'lgandan keyin endi smeta bo'yicha siz ishni boshladingiz. Smeta bo'yicha aynan xom ashyolarni sotib olasiz. Buni lekin siz ko'pini naqd pulga sotib olganingiz uchun xarajatlarda ko'rsata olmaysiz. Endi bilmaganingiz uchun prorabingiz yoki bo'lmasa o'sha ombor mudiringiz buxgalteriyaga har oylik yoki haftalik o'sha naryadlarni, ketadigan xom ashyolarni, hujjatlarini, hisobotlarini topshira olmaydi. Bu narsa ham juda katta oqibatga olib keladi. Demak, qurilishda birinchi smetadan, undan oldin korxona ochilishi, keyin smeta, undan keyin har hafta yoki har oylik topshiradigan naryadlar, ombor mudiri bilan, demak, prorabni topshiradigan hisobotlari, mashina chas, человек chas va unga ketadigan hamma xom ashyolarni avval siklatga kirishi va u narsalarning hammasi aynan перечисление bo'lib, счет raqamdan, hisob raqamdan chiqib ketishi shart bo'ladi. Hozir xuddi shu bo'yicha bitta yaqinda bo'lgan keys, realniy keys. Bitta quruvchi 17 milliardga dom qurib sotgan. 2 yil muddatda tugatgan, to'g'ri. Ko'pini qarzga olgan, asosan naqd pulga kelgan pullarni, o'sha avansiy to'lovlarni счетga kiritmasdan naqd pulga tovarlarni kirim qilgan va biz yuqorida aytganimizdek hech qanaqa mashina chas, человек chas yoki отчетlar yoki o'sha ko'rsatilishi kerak bo'lgan hujjatlar bo'lmagan. Bor yo'g'i o'sha 17 milliarddan 6 milliard qancha, 6,5 milliarddan emas summani kirimga olgan va o'sha bo'yicha prihod qilgan. Endi bu o'ylaganki, men qurilish tugatganimdan keyin uylarni, qolgan to'lovlarni hammasini kirimga olaman, ya'ni kredit orqali sotaman-da, subsidiya bilan tushgan pullar bo'yicha kirimlarimni to'g'rilab qo'yaman deb o'ylagan. Bu juda ham xato. Ya'ni siz qurilishni tugatgan kuningizdan keyin kiritgan materiallarning hech qaysi qurilishni tan narxiga, себестоимостьga o'tirmaydi. Demak, undan keyingi bo'lgan
hujjatlar siz kirim qilgan fakturalaringiz va qilgan shartnomalaringiz hammasi, demak, bu domni себестоимостьga o'tirmaydi. U quruvchida qanaqa bo'lgan? 17 milliardga don sotgan, 6,5 milliardga sotuv qilgan, 6,5 milliardga kirim qilgan. Farq 10 milliard 500 million so'm. 10 milliard 500 million so'mdan 12% NDS to'lagan, 15% foyda solig'i to'lagan. Undan keyin kirimga olgan hujjatlari, ya'ni qurilish tugagandan keyin u pulni tushirdi va hujjatlarni kirim qildi, faktura, shartnomalar qildi. Tekshiruv kelgan paytida u tovarlar bo'lmagan omborda. Bu uchun yana 20% moliyaviy jarima ham to'ladi. Demak, 5 milliarddan ortiqroq summani shunda soliqqa to'lab bergan. Bu endi qanaqa daromad qilgan? 17 milliarddan qilgan bo'lsa, 2 milliard daromad qilgan bo'lishi mumkin, lekin 5 milliard qilib to'lab berdi. Shunaqa holatlarni oldini olish uchun, demak, hamma hujjatlarni oldindan rejalashtirib, kirimini to'g'rilab, hisobotlarni to'g'ri topshirish kerak. Endi ikkinchisi, bu endi ko'p uchraydigan faoliyatni aytyapman. Ikkinchisi ishlab chiqarish bo'ladigan bo'lsa, sizda kalkulyatsiya albatta bo'lishi shart. Ya'ni birinchi aytgan o'sha hisob siyosati, soliq siyosati, narx siyosatidan keyin kalkulyatsiyalar bo'lishi kerak. Sizni ishlab chiqarish o'sha uskunangizni ehtiyot qismlari vaqtida norma bo'yicha almashtirilishi shart. Unga ketadigan yoqilg'i xarajatlari yoki bo'lmasa o'sha kommunalniy xarajatlar aynan o'sha ishlab chiqarishni o'ziga borish kerak. Ya'ni 94-kodga emas, aynan ishlab chiqarishga borish kerak bo'ladi. Undan keyin o'sha uskunalarni, ya'ni asosiy vositalaringizni aynan vaqtida norma bo'yicha amortizatsiyalarni ham to'g'ri hisoblab borishingiz kerak bo'ladi. Agar bularni to'g'ri vaqtida normalar bo'yicha qilmasangiz, bularni ham oqibati soliqlarning katta chiqishiga va tekshiruvlarga olib keladi. Xo'p, korxonangizni albatta doimiy audit qildirib turing. Ya'ni o'zi ko'pchiliklarda majburiy audit bor. Buni asosan davlat ulushi bo'lgan korxonalar va juda ham yirik soliq to'lovchilarda majburiy auditlar bor. Lekin kichik va o'rta biznesdagilar ham yilda bir marta audit qilib turish kerak bo'ladi. Agar siz audit qilmasangiz, hammasi yaxshi deb yurgan bo'lsangiz yoki sizda hali soliq tekshiruvlari bo'lmagan bo'lsa, demak sizni hech qachon tekshirmaydi degani emas. Qonunlar buzilsa jazo qo'llanilmaydi toki aks ettirilmaguncha deyilgan. Demak, sizda hali aks ettirilmadi, hali jarimaga yoki jazolar qo'llanilmadi. Agar sizda ham tekshiruv bo'lsa, o'sha jarima, jazolar qo'llaniladi. Lekin u paytida kech bo'lishi mumkin. Yana bir eslatib o'taman, sizdagi tekshiruv oqibatida kelib chiqqan katta-katta jarimalar, sizni qiynab qo'yadigan jazolar, ularni o'ylaganingizda ancha kech bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldindan hammasini rejalashtirib boring. Siz 10 ta, 20 ta buxgalterni bir necha yillik pulini bir martaga to'lashga rozi bo'lib qolasiz, lekin u paytida aytganimizdek kech bo'ladi. Shuning uchun vaqtida oldindan kuchli mutaxassislar bilan, yaxshi outsource kompaniyalar bilan yoki o'zingizga yollanma olsangiz ham malakali, tajribali, doimiy o'zini ustida ishlaydigan buxgalterlar bilan ishlashingizni tavsiya qilamiz. Yuqoridagi aytganlarim bo'yicha bizda hamma normativ huquqiy hujjatlar, tayyor shablonlar va norma shakllari mavjud. Agar bularni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, havola orqali ro'yxatdan o'ting. 10-aprelgacha konsultatsiyamiz ham bepul. Agar hamkorlik qilamiz, biz hamkorlikka doim tayyormiz.